Sochlarimiz ichiga to'zg'ib ketgan. Fizioterapiyada qo'llaniladigan zarb to'lqinli terapiya, ya'ni udarni valaniya terapiya apparatini taraq misolida tushuntiraman. Agarda muskullarimiz yetarlicha miqdorda qisqarib bo'shashadigan bo'lsa, bu silliq sochga o'xshaydi. Agarda muskullarda tirish qo'ygan zonalar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni triggerli zonalar bo'ladigan bo'lsa, bu to'zg'ib yotgan va taraq ham zo'r o'tayotgan muskulga o'xshaydi. Taraqning vazifasi to'zg'ib yotgan, jingrayib yotgan, o'zini silliqligini yo'qotgan sochlarni silliqlash vazifasini bajaradi. Xuddi shuningdek, zarb to'lqinli terapiya apparati, ya'ni applikator yordamida tirishayotgan muskullarni biz silliqlay olamiz va o'zining qisqarib bo'shashuvchanlik xususiyatini qayta tiklaymiz. Agarda sizda bo'yningizda yoki belingizda og'riq bo'lsa, ya'ni tirishayotgan muskul sohalarida, triggerli zonalarda og'riq bo'ladigan bo'lsa, bu og'riqlardan qutulishni xohlasangiz, xuddi sochlarimiz yengil taralgandek muskullarimizni ham tarab, ya'ni udarni valaniya terapiya muolajasini olib, bu og'riqlardan xalos bo'ling. To'zg'ib yotgan patay sochni taragandan udarni valaniya terapiyada muolaja qilgan osonroq ekan. Keyingi videolarda qaysi kasalliklarni xuddi shunaqa sodda misollar bilan tushuntirib berishni xohlaysiz? Izohlarda fikrcha qoldiring.